Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan 2026-yil 23-fevral kuni tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu uchrashuvni mahalla bankiri Olimjanov A'zamjon o'tkazib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Shunda qanaqa savol, masalasi bo'yicha qanaqa muammo bo'lib kelsa, sizlarni yozib olamiz. Shunda taklif yoki yechilmagan masala bo'lsa, marhamat, yozib olamiz. Sizlar nima masala dedingiz? Manda tomorqa bor. Ism tanlashingiz? Mirzayev Ibrohim. O'sha tomorqam bor. Shunga ko'chat olishim kerak. Necha pulgacha kerak? Biznesga birinchi qadam produkt bo'yicha 5 ming so'mgacha beramiz. 5 ming so'm yetadi? 10 million. 10 million bo'ladi. Kerak hujjatlarni topshirasiz. Hop. Bir kun ichida masalangizni hal qilib beramiz. From Black Husband, almost 50 years. Nima yo'nalishda? Chorvachilikmi? 100 ming so'm. Sharoit bor-a? Bor. Chorvachilik. Demak, kerak hujjatlarni topshirasiz, ha? Joyish monitoring qilishda hozirlarmiz. Xulosani bergandan keyin siz ham yozib olish kezlarsiz, chiqaringlar. Bundan tashqari ham doimiy uchrashuvdan tashqari ham kesakni belgilangan tartibda tadbirkorlarga, jismoniy shaxslarga yordam beramiz. Rahmat hammanglarga.